Qiziq, shu paytgacha Cristiano Ronaldo va Lionel Messining gollarini gapiribmiz, lekin parda ortidagi qahramonlar, ya'ni ularga eng ko'p assist bergan, eng ko'p ko'mak bergan futbolchilar haqida hech gapirmagan ekanmiz. Keling, shu narsani men boshlab beraman va hozir sizlarga Ronaldo va Messiga faoliyati davomida eng ko'p assist bergan top 3 ta futbolchilarni ko'rib chiqamiz va evaziga siz kanalimga obuna bo'lib qo'yasiz. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. Xo'p, dastlab Cristiano Ronaldoga assist berganlarni ko'rib chiqamiz. Cristiano Ronaldoga shu paytgacha eng ko'p assist berganlar ro'yxatining 3-o'rinida Mesut O'zil turadi. Germaniyalik afsona 31 ta assist bergan, Realda o'ynab yurgan davrlarda Cristiano Ronaldoga. Ikkinchi o'rin ham uzoqqa ketmaydi. Ikkinchi o'rin ham aynan Realdagi sherigi, ya'ni Ronaldoning Realdagi sherigi, Uelslik yulduz Gareth Bale. U O'zildan farqli o'laroq bitta ziyoda assist bergan, ya'ni 32 ta assist bilan Ronaldoning eng yaxshi sheriklaridan biri bo'lib turibdi. Fransiyalik yulduz Karim Benzema. Karim Realdagi davrida Cristiano Ronaldoga eng ko'p assist bergan futbolchi sanaladi va uning hisobida 44 ta assist bor Ronaldoga uzatilgan paslarning ichida. Endi esa Lionel Messiga assist berganlarga to'xtalamiz. Bu yerda biroz natijalar yaxshiroq, chunki bilasiz, Barselona jamoaviy o'yin ko'rsatadi va shundan kelib chiqqan holda tabiiyki assist berganlar soni ham ko'proq bo'ladi. Xo'p, Lionel Messiga assist berganlar ro'yxatining 2 va 3-o'rinlaridagi futbolchilar bir xil natija qayd etgan, ya'ni 43 tadan Andreas Iniesta va Dani Alves o'sha Barselonada Lionel Messi bilan birga o'ynab yurgan davrlarda ikkovi bir xil natija qayd etgan holda 2 va 3-o'rinlarni egallab turibdi, ya'ni 43 tadan assist bergan Leo tomonga. Va birinchi o'rinda esa o'sha Barselonaning triosida birga harakat qilgan, ya'ni Leo bilan birga harakat qilgan Luis Suarez va u Messi tomonga 70 ta assist bergan. Mana bilib oldingiz, Ronaldoning eng yaxshi sheriklari O'zil, Benzema va Bale bo'lgan, Lionel Messining sheriklari esa Dani Alves, Andres Iniesta va Luis Suarez.